Qarangda, Allohning bir qudratida bu. Meni oldimga kecha Nukus kelib, kirolmay kelgan bir ayolning gapini eshitdilar. Endi o'zi uyalyapti ko'rinishga. Bir vagonda ketyapmiz qarang. Agar niyat qilsang, niyat qabul degan shudir-da. Qana, siz kecha bordingizmi? Bardim. Keyinchi 252 bo'lib yazildim. Adam rosa ko'p. 500 minglab odamlar turgan ekan. 3 soat kutdim, kira olmadim. Ilashsizdan uyga ketdim. Bugun Toshkentga deb chiqsam, qarasam Alloh taolo meni yo'lma chiqarib qo'yibdi. Sonday quvonishliman. Dunyo turgancha turg'aysiz. Bir vagonda ketib baradim. Qarang, siz baribir niyat qilib bordingiz, menga kiraman deb kirolmay ketdingiz. Lekin Xudoy aytganda qarang. Sizni Xudo ikkimizni bir vagonda ishlatib qo'ydi, qarang. Sizning niyatingiz xolis bo'lgan. Sizga qo'l urib qo'ydim. Nimani sezdingiz siz qarang? Mening boslarim og'rir edi. Boslarim shibirlab, o'ng jag'imdan shibirlar paydo bo'ldi. Oyoqlarimda tizelerim og'rir edi. Bir maydonda ko'zlarim ochilib, boslarim jep-jengil bo'lib qoldim. Haqiqat Allohning bergan mo'jizasi. Sizga dunyo turgancha turg'aysiz Alloh. Sizdan menda kasal bo'lman. Qarang, niyat qildingiz, mana meni ko'rdingiz. Niyat qildim. Sizni ko'rib olib, hamma narsani unutib ketdim haqiqatda. Dardingiz ham ketdi. Qamadi. Jep-jengil bo'lib qoldim. Ko'zlarim sonday ochildi. Shuning uchun hamma narsa Xudodan niyat qilsangiz, hammasi bo'ladi. Meni ko'rib turgan kuzatuvchilarim